Assalomu alaykum birodarlar. Tez-tez maydasiga peshobga chiqyapsizmi? Serqatnov bo'lib qoldingizmi va qon bosimingiz me'yordan oshib ketyapti? Ha? Undan tashqari burningiz qonab yuradi. Buyrakda, qovoqda, siydik qopida ana ular bor. Qumlar bor. Shamollashlar bor. Mana tabiiy ichimi do'stlar, buni nomini chilon jida deb aytadi. Buni kuniga 2-3 tadan 2 mahal iste'mol qilib yuring. Xohlang qaynatib damlamasini iste'mol qiling. Tushuntira olammi? Davlina qilib yuradigan kasallar bor-ku. Ana ular burni qonib yuradigan insonlar va prostatiti borlar. Mana iste'mol qiling tabiiy ichim. Bu sinovlardan ko'plab yillar, asrlar davomida o'tib kelgan mahsulot hisoblanadi. Erkak va ayol birday iste'mol qilsa, xudo xolasa qovuq falajligi, jinsk shamollashlar va prostatit erkaklarda davolab berish xususiyati bor. Agar video roligimiz yoqsa, like, report hisobini esdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling. Alloh ko'mrasiz. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.